teplitsa qiling. 40-41 gradus. Haram chiqib turibdi-da. 40 gradus. Ama ölçegemizdim. Primlerle çamalab ayttınız. Shuncha yil yashab o'lchamadlaringmi? Yo'q, men o'zim bunda nimamda o'lchab shu nimamni aytdim-da sizga. Arkasini qiling-da. Ha. Mana. Taraf. Kırık oldu mu? 40 gradus. Qani manetta? Allah'ını bergan. Anıqlangan to'xtanglar-chi. Allah'ın kudreti. Yerden çıka turgan su ısığının karanızda. Maşallah. Rasa chiqayotgani 40 tadan baland ekan. 40-41 gradus. Buni uyga отопление qiling. Отопление. 40 gradusda, to'g'rimi? Pechga yoqyapman deysiz. Plus teplitsa qiling. Qarang, 40 gradus, shuncha energiya bekor havoga ketyapti. Yaxshi izolировать qilib, Mana bu yerda bitta bunda turba bor-da. Mana ko'rdingizmi? Mana turba. Mana turba. O'shunga boyanda bunday turbalarni var etib, o'shunga qaytib turba qilgan. Buni o'rtasida o'sha J100lik, J150lik shunday 120lik shunday bitta turba bor. O'shani alingda nima men teshganda zubilamaychi. O'shuning ustiga bitta ko'ra qilib o'ntarib turib buni kilenkalarda tipa salnik qatori qo'ldanib Üşünmeyenlerle qilganmiz-da. Ya bu zor, bu suvda energiyasini, issig'ini yo'qotish kerak emas, normalni. Normal energiya bu. Buni uyga отопление qilib kirgizing.